Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan if funksiyasini o'rganamiz. If funksiyasi nima va qanday ishlaydi? Natijasi qanday bo'lishi mumkin? Albatta, unda ishlatiladigan belgilar bilan tanishib chiqamiz. If bu mantiqiy funksiya bo'lib, u berilgan shartni tekshiradi va natijaga qarab ikki xil qiymatdan birini qaytaradi. Oddiy qilib aytganda, agar shart rost bo'lsa, birinchi natija, agar shart yolg'on bo'lsa, ikkinchi natija chiqadi. If funksiyasi 3 ta asosiy argument bilan birga ishlaydi. Birinchi argumentimiz shart, ya'ni mantiqiy tekshiruv hisoblanadi. Ikkinchi va uchinchi argumentimiz esa agar shart rost bo'lsa qaytadigan qiymat, agar shart yolg'on bo'lsa qaytadigan qiymat hisoblanadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, if funksiyasining 3 ta tildagi sintaksisi keltirilgan. Mana bu yerda esa if funksiyasi qanday natijalar qaytarish mumkinligi misol qilib keltirilgan. Ya'ni if funksiyasi bizga matn, son, rost yoki yolg'on va boshqa funksiyalarni qaytarishi mumkin. Va bu yerda quyidagi if funksiyasida ishlatiladigan asosiy belgilar, ya'ni katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng, teng va teng emas belgilari. Bular quyidagilardan iborat. Mana do'stlar, if funksiyasi nima ekanligi haqida qisqacha bilib oldik. Endi shu funksiya bilan bir nechta kichik misollarni amalda ishlatib ko'ramiz. Bizni kuzatishni davom eting. Sizlar bilan birinchi misolimizni ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi misolimiz bonus olish sharti. Ya'ni xodim qilgan savdosi uchun bonus oladimi, yo'qmi? Buning uchun biz if funksiyasini bu yerga yozib olamiz. If savdo hajmi katta yoki teng bo'lsa 1 million so'mga. Agar shartimiz rost bo'ladigan bo'lsa, xodimga bonus bor bo'lsin. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, bonus yo'q. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, formulamiz ishladi. Bu yerda Jamshid 1 million savdo qilganligi uchun unga bonus bor, Rustamga esa bonus yo'q. Bizda keyingi misolimiz imtihondan o'tish. Bizda o'tish ballimiz 60 ball. Keyin shartimizni berib olamiz. If to'plagan ball katta yoki teng 60 ga bo'lsa, talaba o'tgan bo'lsin. O'tdi degan status chiqsin. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, yiqildi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda Aziza imtihondan o'tdi, Kamol esa imtihondan yiqildi. Bizda keyingi misolimiz kechikish nazorati, ya'ni xodim ishga o'z vaqtida keldimi yoki kechikib keldi. Shuni aniqlashlik uchun biz if funksiyasidan foydalanamiz. Teng if kelgan vaqtini belgilab, agar kelgan vaqti 9:00 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak xodim kechikdi. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa, xodim vaqtida kelgan bo'ladi. Ana. Bizda keyingi misolimiz buyurtma statusi. Bizdagi mavjud buyurtmalarimiz statusi to'landi, kutilmoqda degan bo'lsa, bunga holatini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Agar to'langan bo'lsa, buyurtmamiz yopiladi, to'lanmagan bo'lsa esa ochiq holda qolishi kerak. Bu yerda if status teng, bu yerda teng belgisidan foydalanamiz. Teng to'landi statusiga ega bo'lsa, buyurtma yopilsin. Yopildi. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa, bizdagi buyurtma ochiq holda qolsin. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, birinchi buyurtmamiz yopilgan, ikkinchi buyurtmamiz esa hali ochiq holatda turibdi. Bizda keyingi 5-misolimiz esa chegirma berish sharti. Ya'ni savdoda mijozimiz uchun xarid qilingan summa ma'lum bir limitdan oshgan bo'lsa, unga 10% lik chegirma berishimiz kerak bo'lsin. Keling, bizning limitimiz 1 million so'm deb oladigan bo'lsak, if xarid summasi katta 1 million so'm bo'lsa, mijozga 10% lik chegirma bo'lsin. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa, mijozga hech qanday chegirma yo'q. Mana do'stlar, bizda birinchi mijozimizga chegirma bor, ikkinchi mijozimiz uchun esa chegirmamiz yo'q. Endi bizda 6-misolimiz foyda yoki zarar. Shuni natijasini chiqarishimiz kerak bo'ladi. If agar daromadimiz katta xarajatdan bo'ladigan bo'lsa, bizga foyda degan natija qaytarsin. Aks holda zarar bo'lsin. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bizda birinchi daromadimiz xarajatdan katta bo'lganligi uchun bu yerda natijamiz foyda degan natija qaytardi. Ikkinchisida esa daromadimiz xarajatdan kichik bo'lganligi uchun zararda ekanmiz. Bizda 7-misolimiz ombor to'lib ketganmi? Shuni holatini aniqlashligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda bu yerda mahsulot bor, qoldiq bor, bizda o'rnatilgan limit ham mavjud. Keling, if funksiyasidan foydalanib qoldiq
katta limitdan bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha degan natija qaytarsin. Bo'lmasa, normal degan natija qaytarsin. Mana ko'rib turganingizdek, bizda power bank qoldagi limitdan ortiqcha, kabel esa normal ekan. Limitdan past bo'lganligi uchun normal holatda turibdi. Keyingi misolimiz bizda savdo rejasini oshirib bajarish. Ya'ni sotuvchi rejani oshirib bajaradimi, yo'qmi? Bu yerda ham if fakt katta rejadan bo'ladigan bo'lsa, oshirib bajarildi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, bajarilmadi. Shunday status chiqsin. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bizda hali oshirib bajargan va hali esa bajara olmagan, rejani bajara olmadi. Bizda keyingi misolimiz omborda tanqislik nazorati. Bu yerda mahsulot bor, qoldiq bor, minimal qoldiq limiti ham bor. Keling, bularning holatini aniqlab olamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda shartimiz qoldiq agar minimal miqdordan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, unda bizga natija kam chiqishi kerak. Agar qoldig'imiz minimal miqdordan katta bo'ladigan bo'lsa, yetarli degan natija chiqarish kerak edi. Mana if funksiyasi orqali biz bu holatni chiqarib oldik. Endi bizda to'lov muddati buzilganmi degan narsani chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda mijozlar mavjud bo'lsa, mijoz A, mijoz B, ularning to'lov kunlari belgilangan bo'lsin. To'lov kuni bizda 30 kunlik bo'ladigan bo'lsa, agar 30 kundan oshiq bo'ladigan bo'lsa, kechiktirildi. Bo'lmasa, holati odatiy holatda bo'lsin. Vaqtida degan status chiqaramiz. Keling. If bu katta 30 kundan bo'ladigan bo'lsa, kechiktirildi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, vaqtida degan status qaytarsin. Mana. Bizda keyingi misolimiz yaroqlilik muddatini tekshiruvi. Ya'ni bizda mahsulotlarning qolgan kuni bor. Unga shart berib olamiz. Agar qolgan kun kichik yoki teng 0 ga bo'ladigan bo'lsa, yaroqsiz degan status chiqsin. Aks holda yaroqli degan status qaytarsin. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bizda batareyka o'sha yaroqsiz holda, kabelga esa hali yaroqli, uning muddati 15 kun muddati bor ekan. Bizda if funksiyasining keyingi belgilari teng emas belgisi. Ya'ni if to'langan summa teng emas hisobga bo'ladigan bo'lsa, farq bor degan natija qaytarsin. Aks holda to'g'ri degan natijani qaytarsin. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda agar to'langan summamiz hisob bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri degan natija qaytaryapti. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga mos kelmaydigan bo'lsa, farq bor degan natijani qaytardi. Mana do'stlar, sizlar bilan biz if funksiyasini boshidan o'rganib chiqdik. Video davomidagi kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.